AQSh Husanovdan hayratda. Dunyoga mashhur New York Times nashri Abduqodir Husanov haqida nimalar dedi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Sport Plus promokodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz, 3 million so'm bonusni qo'lga kiritasiz. Hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. AQShning jahonga mashhur New York Times nashri O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov haqida tahliliy material e'lon qildi. Kanalimiz ushbu maqolani o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etadi. Abduqodir shunchaki yangi yulduz emas, balki allaqachon milliy timsolga aylanib bo'ldi. Husanov bugun O'zbekiston uchun mashhur shaxs bo'lib, mamlakatning jahon chempionatidagi umidlari ko'p jihatdan aynan u bilan bog'liq. Boshqa terma jamoalar yirik turnirlar oldidan yulduz hujumchilar yoki ijodkor playmekerlarga tayangan bir paytda O'zbekiston o'z orzularini markaziy himoyachi bilan bog'lamoqda va bu mutlaqo mubolag'a emas. O'zbek futboli uchun Husanov endi oddiy himoyachi emas, u mamlakatning asosiy futbolchisi, uning yuzi va ehtimol zamonaviy davrning eng katta futbol umididir. Gap shundaki, Husanov an'anaviy markaziy himoyachi tasavvuridan ancha chiqib ketgan. Uni faqat tezligi, jismoniy kuchi va o'yin epizodlarini a'lo darajada o'qish uchungina emas, balki hujumlarni boshlash berish mahorati ham qadrlashadi. Aniq uzoq paslari bilan u darhol raqib chiziqlarini yorib o'tadi. Gabon terma jamoasi bosh murabbiyi Anis Egali ochiqchasiga tan oldiki, Husanov juda yuqori darajadagi futbolchi, yosh, kuchli, iqtidorli va allaqachon dunyoning eng yirik klublaridan biri Manchester City'da to'p surmoqda. Mustaqil O'zbekiston tarixidagi birinchi haqiqiy jahon miqyosidagi mashhur futbolchiga aylanib ulgurgan Abduqodir Husanov 1991-yil SSSR parchalangandan keyin mamlakatda kuchli va hurmatga sazovor o'yinchilardan biri bo'lgan. Masalan, Odil Ahmedov terma jamoada 100 dan ortiq o'yin o'tkazgan va Anjida, Samuel Eto'o hamda Roberto Carlos bilan birga to'p surgan. Eldor Shomurodov terma jamoaning eng yaxshi to'purariga aylangan va A Seriyagacha yetib borgan. Biroq ulardan hech biri Husanov kabi shunday shiddatli yo'lni bosib o'tmadi. Atigi 3 yil ichida u yaqingacha O'zbekiston futbolchisi uchun deyarli imkonsizdek tuyulgan ishni amalga oshirdi. Belarusning Energetik Bugu jamoasidan Fransiyaning Lens klubiga, u yerdan esa dunyoga eng katta klublardan biri Manchester City'ga o'tdi. Bundan tashqari Husanov Angliyada nomigina bo'lib qolmadi. U Premier Liga va Chempionlar Ligasi o'yinlarida muntazam maydonga tushmoqda va hatto Angliya Liga kubogini ham qo'lga kiritishga ulgurdi. Va bularning barchasi 22 yoshida. O'zbekiston uchun bu oddiy transfer muvaffaqiyat tarixi emas, bu milliy miqyosdagi yorib chiqishdir. Toshkentda uni deyarli hamma taniydi. Nafaqat muxlislar, balki futboldan uzoq odamlar ham. Abduqodir Husanov bu shunchaki mamlakatning eng yaxshi futbolchisi emas, bu allaqachon bir tarixiy hodisadir, deb yozdi New York Times nashri. Qadrli do'stlar, video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.